Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli YouTube olamida kuzatuvchilar. Hammangizga kechqurun video deb qo'yaman, endi xayrli kech deb qolaman. Anchadan beri videolarimiz chiqmayapti, sabab vaqt, mavzu degan. Mavzular ko'p. O'zimiz sayohat degandek o'zimiz oddiy video bloglarimiz chiqib boradi. Xudo xolasa yaqin kunlarda 15 kundan keyin yana 1 oy, xudo xolasa o'zga yurtdan yurtimizga borsak, 1 oy mavzuga to'la, videolarga to'la joylar bizni kutmoqda. Imom ota turizm, misolan sayohat degandek. O'zimizda Shumonbuloq bosh tumanida ham Shumonbuloq turizm qishlog'i ochilyapti. Xudo xolasa endi qurilish davomida ochildi o'zi. Endi yana kamchiliklar bor. Xudo xolasa shu mavzular to'g'risida video roliklar, to'liq videolarni Instagramda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ungacha videolarimiz yangiliklar, balki o'zimiz rayonda bo'layotgan yangiliklardan Ulug'bek tuman hokimligi matbuot xizmatidan olib sizlarga taqdim etamiz. Shunaqa gaplar, vatandoshlar, kuzatishda davom eting. Yangilar kirib, qaysidir videolarimizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, albatta omila bo'lib qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Sarbon 33. Albatta yo'l-yo'lakay ko'rishamiz. Omon bo'ling.